BYD chempioni Navorotchinisidan haydayman deyotganlar uchun zo'r variant kelib qoldi. Qora rangda 2024-yil 11-oyda ishlab chiqarilgan ekan. 2025-yildan bir qo'l olib minilgan mashina ekan. Ancha-muncha navorotlari bor ekan. Xo'p, kraskalari eng muhimi top-toza. 4 ta $1100 ga yangi Michelin balon taqqan ekan. 9000 kilometr masofani bosib o'tgan ekan. Balonni o'zida tak brizgeyiklar bor. $500 ga elektronik paroglar qo'yilgan ekan. 11 oydan oshiq krugovoy tonirovkaga ruxsatnoma bor ekan. Pashti 1 yil degan vitraviklargacha qo'yilgan. Bisklichoy Silikoy 360 da aytganda elektron razvijnoy paroglar, 2 qavatlik poliglar, salonlari ham Abduf Abagrev hamma narsasi bor. Tayyor mashina, katta monitorlar, 8338 kilometr masofani bosib o'tgan ekan. Xo'p, mashina zo'r lekin haqiqatda karaoke mikrofonlar chiqmaydi, mikrofonlargacha olib qo'ygan ekan. BYD yonayotgan 7 kilovatlik zaryadnik hamma narsasi bor. L7 ultra olyapti ekan, o'shanga srochniga sotilyapti. Narxi 25950. Ulguringlar, bosinglar.